Bu qitimli ders biz davamlıq resim əlaqələşdiriş haqqında toxtalıb ötəmiz. Bəzi qural sandıqlardakı qurallardan paylanış, filtrlardan paylanış arqılıq bu resimni biz əsliga qaragан chaqda texmi ko'rkam yoki ba'zi nuqsonlar ozala ekanmakchi. Ben bunu çoğaltıp ekran maslaştırış için kontrol bilen 0 belgisini yani 0 knopkasını baskandan keyin bu resim çoğaydı. Hem qarasak bu bazı nuqsonlar var. Masalan, terisida har xil gada gudu narsalar borligini, lekin tishida masalan sal yo'nalgandan keyin ko'ralaymiz. Ba'zi seriq dog'larning borligini his qila olamiz. Uning ustiga ko'zning parqaroq darajasi, o'tkirlik darajasi toza ro'shan bo'lmaganda qiladi. Biz mashlarni qanday qilamiz degan chaqda biz tuvanda mashg'ulot ilib berib, ularni ko'rib o'taylik. Masalan, birinchi bo'lib men bu rasmni bir ko'paytirib olay. Selishtirish oson bo'lsin uchun men buni bir nusxa olmoqchi. Nusxalashning usuli men bevosita shu rasmni tatib turib, rasm qavatini yangi qavat qurishga qo'ysam bo'ladi va yoki shu rasm qavat tanlangan holatda Ctrl J harfini bosish orqali ko'paytirib olsam bo'ladi. Yoki ko'chirish usullaridan foydalanib texnologiyadan ko'chirish, anadan keyin choplash usullari orqali ko'paytsam bo'laverdi. Yangi qavat qurish orqali. Endi men shu nashlab kelsak, ko'zningki guvohlik darajasi yoki aniqlik darajasini texnik o'zgartmoqchi. Qanday o'zgartaman? Buni qilish uchun eng oson usullarning biri qurol sandig'ining ichidan xiralashtirish yoki o'tkirlashtirish qurollari orqali foydalansam bo'ldi. Men bu yerda o'tkirlashtirmoqchi. Qanday qilaman degan chog'da mas qadam tanlab oldim. Buning cho'ng kichikligini men kunuk taqsidagi o'ttirtma orqali kichiltish yoki cho'ngaytish orqali belgilab olsam bo'ladi. Bu so'l ko'rsatilgan belgini chekish orqali masalda tangshalayman. Tanshab bo'lgandan keyin men buni bir qancha qitim besib o'tgandan keyin o'zgarish borligini his qila olamiz. Muvofiq o'zgartsak bo'ladi. Asli rasmga yoki chilliq ta'sir qilmagan asosda o'zgartsam bo'ladi. Men o'zgartgan holat, ham bu o'zgarmagandan keyingi holat. Men buni muvofiq ishlatgandan keyin texnik ko'rinishi mumkin. Bu asli holat, bu o'tkirlashgandan keyin holat. Bundan boshqa men solishtirish uchun asli qavatni yana bir qism ko'paytirib, men buni o'tkirlashtirishni ustiga xiralashtirib taqay. Muvofiq bo'lgandan keyin men bu doirani bir qancha qitim cheksam, xiralashgan holat shakllandi. Endi men bu asli rasm ko'rib taqay. Bu xiralashgandagi holat, lekin bu asli holat. Xiralashgandagi holat. Men buni texnik qilish uchun asli rasmni tanlab olib, texnikni chiqitib xiralashtirayotay. Endi qarasak, bu xiralashdan burungi holat, bu xiralashgandagi holat. Mush orqali biz tanishalaymiz. Bizning bu yer maqsad ko'zni xiralashtirish emas. Shundan bu qavat uchritib turay. Yana mush qavatga kelgandan keyin endi biz ko'zdan boshqa tishiga kelaylik. Tishidagi dog'larni qanday yo'qotamiz? Nima qilish uchun men o'zgartmoqchi bo'lgan mush rasm qavat ismini o'zgartirib olay. Ismni o'zgartirish deb belgilab qo'ygandan keyin mush o'zgartirish qavatini tanlab turib, men erkin solmasiz quroldan foydalansam bo'ldi. Yoki kontrol taqsidik elardan bosgandan keyin avtomatik o'zgardi. Men buni qo'ygandan keyin tanlab o'tay. Shu tishi bor bo'lgan doirani tanlay. Endi ancha-muncha qalpoqlar tanlab kelsa hech qisi yo'q. Chunki biz bu yerda tangsha ilib bora olamiz. Ammo doir tanlangandan keyin buning ustidagi tangshash qavati orqali rasmning to'yinish darajasi degan belgini cheksak bo'ladi. Agar sizning ko'zningizda kontrol taqtingiz ustida bu tangshash degan bo'lmagan bo'lsa, siz shu ko'znakning ichidan tangshash knopkasini kesib olsangiz, ekran paydo bo'ldi. Endi shuni chekkandan keyin bu yerda hamda har xil ranglarga ta'sir qilish degan bor. Men buni chekkan chog'da ayrim ranglarni o'zgartirish ilib olsam bo'ldi. Men bu yerda seriq dog'larga ta'sir qilmoqchi bo'lganim uchun seriq rangni tanlab olib, men buningki to'yinish darajasini kichiltay. Kichiltgan chog'da bu seriq rangninki asosda yo'qolib ketganligini, ancha-muncha qora dog'larning qolib qolganligini his qila olamiz. Men buni kirgizib o'tgandan keyin endi men bu dog'larni qanday yo'qotaman? Yo'qotish uchun asli rasmni tanlab olib, undan keyin men buning ichidagi dog' yo'qotish qurolining ichida yamash quroli deb bir qurol bor. Biz buni tanlab bo'lgandan keyin cho'qim shu qavat o'zgartirish qavat tanlanishi kerak. Manba tanlangan asosda men shu dog' bor bo'lgan rayonni tanlab olib, buni o'zgartirish ilib boray. Misol ekandan keyin ustiga qo'yib olsam bo'ldi. Nihoyatda siliq o'zgartib berdim. O'zgartirish va qo'pol bo'lmag'achqa asli holatdan
Bo'ldi, men bu holatlarni muvaffaq darajada tanishib ilib bora olaman. Buni ba'zi vaqtlarda mashg'ulotingiz o'zingizning ahvoliga, talabga asosan cho'nqurlashtirib ilib borsangiz bo'ladi. Bundan keyin men holatni saqlab qo'yay. Mana bu o'zgartgandan keyingi tish holati, o'zgartishdan burungi tishi. Agar men buni o'chirayotgan bo'lsam, ko'rish asli rasmni ko'rish uchun men bu asli qavatning ostidagi ko'zni old belgisini besib turib, kontaktga old belgisini besib turish orqali ko'rsak, bu aslidagi holat, bu o'zgartgandagi holat. Asli holat, o'zgartgandan keyingi holat. Mush orqali biz buni qila olamiz. Uningdan boshqa men terisininki ba'zi suzuklik darajasini sal tanishmoqchi. Mana qilmayman degan chog'da men bu qavatni tanlab turdim. Qilishdan burun men buni ustiga yangi batdan birini qurib olay. Qurib olib, men ostidagi rasmlarni simvol qilib yangi bir bat ko'chirmoqchi bo'lsam, buning tez ijro qilish belgisini tutib olsak bo'ldi. Control taqsidagi Control Alt Shift va I harfi, inglizcha I harfini bosgan chog'da bu ustiga ko'chirilib chiqadi. Ko'chirilib chiqqandan keyin men bu yerda buning suzuk darajasiga ta'sir qiladigan filtrdan foydalanay. Men tizimlik stolning ichidan filtrning ichidan camera raw mush filtrni chekkan chog'da yoki tezroq qilib shift control A knopkasini bosgan chog'da yangidan bir chekillandi. Yan ko'zdan ichilgandan keyin men buni maxsus sal yo'g'onsam bo'ladi. Yo'g'ontib, buning ichidagi buning suzuklik darajasi deganni men sal kichiklatay. Kichiklatgan chog'da terisining yumronlashayotgandek his qilasiz. Buni tabiiyligini saqlash uchun men shunday qildim. Men mush holatni bo'ldi deb qaragan bo'lsam, o'zingiz shunday ahvol qarab tanishsangiz bo'ladi. Andan keyin jazmlashtirish mumkin bezvatgan chog'da bu boshqa yerlarning ham nihoyatda oqib ketganligini his qilasiz. Ammo bizning bu maqsad boshqa yerga ta'sir qilmaslik, faqat terisiga ta'sir qilish. Shunday bo'lg'achqa biz buni qolgan taraflarni maskalab olsak bo'ldi. Maskalashning usuli mush rasm qilib tanlangandan keyin tez maskalash qurolini alt belgi bilan bosgan chog'da bu butunlay o'chgan holatga keldi. Endi biz buni bo'yoq quroli, buning ostidagi rasm bo'yash quroli orqali tanishamiz. Buning sharti cho'qim qora rang bo'lgan bo'lsa, siz oq orqali bo'yash orqali buni asli unumga erisha olasiz. Ham bu asli holat boshqa rang kirib qolgan bo'lsa, masalan, qizil yoki boshqa bir xil ranglar shakllanib qolgan bo'lsa, siz knopkasidagi D harfini besish orqali, D knopkasini besish orqali buni avtomatik holda sukutdagi oldi, asli oldi akila olasiz. Akab bo'lgandan keyin oq holat asli ustidagi taglik, oldi taglik bo'lganlarda men buni bo'yash ilib olsam bo'ldi. Ham bo'yoqninki cho'ng kichiklik doirasini yanada klub taqsidagi o'tirtma orqali tanisha olaman. Men bu shal tanishib bo'lgandan keyin buning suzuklik darajasi, buning ustiga qarsak bo'ldi. Buning suzuklik darajasi hozir 26 deb turibdi. Men buni 30 ga chiqarmoqchi bo'lsam, klub taqsining ustidagi 3 raqam 3 raqamini bassam 30% bo'ladi. 4 raqamni bassam 40% bo'ladi. Bu shartli tanishsangiz bo'ldi yoki mousni musha akagandan keyin bevosita yezib, masalan, olta yerlarni yezish orqali internet bezvatsangiz bo'ladi. Yoki tezroq qilmoqchisangiz, hozir 40% akamoqchi bo'lsam, 40 akaldim. Agar 45% akamoqchi bo'lsam, 4 bilan 5 ni tez suratda bassam, 45% bo'ldi. Men bu holatni saqlagan asosda endi mush maska ustiga bo'yash ilib boray. Men faqat terisi ta'sir qilmoqchi bo'lg'achqa teri tarafini qilsam bo'ladi. Ter tarafga o'zgartish ilib borsak, bu aslidagi rasm chilliq uyg'un kelgan asosda bo'yalgan holat keldi. Ham buni ko'rish uchun men buni alt orqali bossam bo'ladi. Mana bu biz bo'ygandan keyingi holat. Agar buni biz o'chirib olsak, bu aslidagi rasm, bu o'zgargandan keyingi holati. Siz yaqin akilish orqali buni texnik qila olasiz. Usullar orqali qilsak bo'ladi. Agar siz ko'zning atrofidagi qirlarni texnik qora yoki boshqa rang ko'rsatmoqchi bo'lsangiz qanday qilasiz? Buni qilishdan burun men yangi batdan birini qurib olay. Qurilishdan bevosita cheksam yangi batdan bir ustiga qurildi, lekin men old belgisini besib turib qurgan chog'da bir ko'znak ochildi. Ko'znakning ustiga men ko'z qarchig'iga ko'z deb yozib qo'yib turay. Va ostidagi buning andisiga
Katlanışını tanlab, bütün ramki şu holat tanlansın 50% külrang holatda degani chekib o'tgandan keyin men buni jazmlashtirib jazmlashtirsam ekranda bir xil yangi bir bat shakllandi. Ham bu nima degan chog'da biz bu yerda mashg'ulot ilib borsak bo'ladi. Men bu yerda yanala bo'yash quroli orqali ma'lum kishiltib nihoyat kichik holatda ko'ziga yana 45 atrofida bo'lsa bo'ladi. O'zingizni ahvoli qarab turib tangshash ilib boramiz. Qora rang tanlangan holatda men bu yerda atroflarni ozroq boyash ilib bordim. Boshliqning qismini besib turib vaqtini yo'tkash quroliga erishalayman. Hamda bu qurol erishib bo'lib bo'yvatdim. Andan keyin men selektorni texnik yaxshi bo'lsin uchun men bu ko'zning oq taraflarini texnik oqroq rang bo'yab qilish uchun bu vaqt buni cheksam bo'lib chekkandan keyin o'zgardi. Yo'tkash quroli orqali vaqtni yo'tkab turib bo'lgandan keyin mushara keldik degan joyda bu sal chinib qolgan bo'lsa siz buningki suzuklashtirish darajasini tuvalatsangiz bo'ladi. Tuvalatib chilliqqa yaqinlashtirgan asosda masalan 30 balkim 30 atrofida kelgan bo'lsa bevosita qilsak bo'ladi. Mushara kelgan bo'lsa siz loyiq deb qo'yarsangiz bo'ladi. Masalan bu biz o'zgartganlik unum bergan holat, unum berishdan burungi holat. Endi biz eng dastlabki holatdan solishtirish uchun old belgisini yozib turib eng dastlabki rasm cheksak, bu eng dastlabki asli rasm. Bu biz unum bergandan keyingi rasmi. Ish orqali siz o'zgartish ilib borsangiz bo'ladi.